Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Mana bu tovuqimiz 3 kundan beri yotibdi. Hop, yana kurka bo'lib qolibdi. Hop, mana tuxumni olib kelganmiz. Kelgan chersi 7 ta tuxum. Andijon ser tuxum qora tovuqlarni tuxumidan 6 ta olib kelganmiz. Shularni bostiramiz endi. Bu tovuqimizga katay yo'q edi. Mana shu jo'jalarni yetim tashlagandan keyin tashqarida yurdi 20 kun mana shu yerga tuxum to'plabdi. Bir qismini olganman, bir qismi tagida turibdi hozir. Shular to'plab kurka bo'lib qolibdi yana. Endi sizlar bilan hozir birgalikda tovuq turgizib tuxumlarni bostiramiz, joyiga qo'yamiz. Alishtirib qo'yamiz endi yangi tuxumlar bilan. Hop, mana tagida 10 ta tuxum bor ekan. Ularda hozir yarimidan ko'pi palaxta bo'lib qolgan уже. Ularni olib tashlaymiz. Chunki bu tovuqda xo'rozi yo'q. Baribir bu tuxumlar ochmaydi. Mana azizlar, tuxumimizni ham bostirib oldik. Hop, bir pasavada rasa bu nima qildi? Tashqariga olib chiqib qo'ysam kiraman deb menga o'zicha tashlanib ko'rdi, boshqa qilib ko'rdi. Bari bo'lmayotgandi, iloji yo'q. Hovliga boshqa tovuqlarni oldiga tashlab kelib tuxumlarni alishtirib oldim. Hop, keyin yo'q, haydab keldim, yugurib kelib yotib oldi. Ko'pchilik aytadi, hop, kechki payt bostiring, kunduzi bostirsangiz yotmay qo'yishi mumkin deydi. Lekin shu paytgacha men doim kunduzi bostirganman, ammo hech qanaqa muammo bo'lmagan, doim yotganman. Hozir ham yaxshi, xudo xolasa. Hozir buni hovliga tashlaganda payqadim, o'sha jo'jalari hali 2 oylik bo'lgani yo'q, lekin nihoyatda o'sha tovuqning ovozi kirib, xo'rozlari ham o'zgarib boshqacha bo'lib qolibdi o'sha. Eng qizig'i, bu tovuqimiz kecha qaraganimda ham 9 ta edi tuxumi. Bugun 10 ta bo'lib qolibdi. Demak, kecha ham tuqqan bu tovuq hali ham tuxumdan qolmabdi. Hech qilib tuxumimizni ko'paytirib yubormasa bo'ldi, bostirib qo'ydik. Endi tuxum ko'payib ketsa ham nimada yaxshi emas. Mana jo'jalarimiz 54 kunlik bo'lishdi. Holati zo'r, o'sha tovuqning ovozi kirib qoldi, betlari qizaryapti makonlarini. Xo'rozlari mana shu 39 kunligida qichqirgan, mana shu jo'ja xo'roz. Har kuni ertalabda 2 tasi qichqiradi bo'ladi. Boshqalari ham qichqirayotgan bo'lsa bilmayman. Mana shu 2 tasi qichqiradi har kuni. Zo'r o'zgarish. Hali 2 oylik bo'lishiga yana 1 hafta bor. Lekin yaxshi. Endi shu palaqda bo'lgan tuxumlarni shularga berib yuborsak, yana ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa.